Siz videoda ko'rib turgan holatlar bu sog'lom va nosog'lom spermatozoidlar harakatlanishi hisoblanadi. Nosog'lom spermatozoidlarning ko'payib ketishiga sabablar bular birinchi bo'lib, demak, zararli odatlar, spirtnoy ichish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, fast foodlar va juda ham ko'p vaqt noto'g'ri ovqatlanish sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, begona ayollar bilan jinsiy aloqa qilish, har xil infeksiya, virus, zamburug'li kasalliklar, bundan ham tashqari uzoq vaqt shamollash kasalliklari ham nosog'lom spermatozoidlarning ko'payib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ko'pchilik yoshlarimiz o'zini spermogramma analizini uylangandan keyin farzand 1 yil, 2 yil bo'lavermasa, undan keyin qani meni farzand ko'rish qobiliyatim qanday ekan deb spermogramma analizini topshirishadi. Lekin o'zi aslida spermogrammani uylanishdan oldin 1 yil, 2 yil, kamida 3 oy oldin topshirib, haqiqatdan ham spermogramma holati yaxshi bo'lsa, undan keyin uylanadigan bo'lsa, mana shunday asoratlarni oldi olingan bo'lishi mumkin edi. Shu sababli mana shunday nosog'lom spermatozoidlar ko'payib ketishini oldini olish uchun, uylangandan keyin farzandsizlik muammolari uchramasligi uchun to'ydan oldin zararli odatlardan o'zini tiyishi, begona ayollarga borishdan o'zini saqlashi va profilaktik tibbiy ko'riklardan o'tishi tavsiya qilinadi.